Bugun mehmonimizda yana Bekzod. Ular sochlarini shunchaki ukladka qilgani keldilar. No, ba'zi bir joylari yoqmayapti, to есть o'sib ketdimi, kaltalataymi deb sal tushunmadilar. Nima qilishni aman etdim. Yo, tegmaylik, zo'r turibdi. Shunchaki abadok taqsiz bo'ldi deb aytdim. Va biz soqollarini shunchaki to'g'rilab qo'ydik. Soqollarini perxod qilamiz har doim. Chunki mana jag' tarafdan to mana dahangacha bo'lgan qism perxod bilan как ispanskiy soqollarga o'xshab turadi. Mo'ylovlarini esa olib tashlaymiz. Ukladkamizni faqat Bullfrog firmasidan Salvoy spreyimizni ishlatdik. Chunki Bullfrog Salvoy sprey juda ham zo'r effekt beradi. Xuddi Tailandda mo'radan shunday chiqqaningizda qanaqa effekt bo'lsa, shunaqa effekt qilib beradi. Xullas, rezultatimiz shu. Sochlarni o'stirmoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qilavering. Yuzlariga sepayotganim boshlarini, yuzlarini yuvganimizdan keyin sho'rillaydi. Sho'rillash ketish uchun spreyimiz, ya'ni sprey для тела. Bu hamma joyimizga sepsi bo'ladi. Buni ertaga borib yuborsak yana nima qiladi, qilsa bo'ladi mana buni.